قال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: agar birlaringizning rizq kesagi yerga, idanga kelib tusha ekan, u chog'da anga ilakkan pishroqni shistartsin da u rizqni oshasin, ham shaytonga qoldirmasin. Agar bugun biz o'zimizning uylarimizga aylanib qaytsak, kim bugun kelib tushgan rizqni olib pishrog'idan tortib oshaydi? Bugungi kunda ko'p kishi bunday ishlamaydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam narsa aytdi: tushgan rizqni shistartsin da deydi, olib oshasın, shaytonga qoldirmasin deydi. Demak, agarda biz bu rizqni olib oshamaymiz ekan, biz kimni oshatamiz? Shaytonni oshatamiz. Ham payg'ambarning sunnatini o'tamagan bo'lamiz.